Obunachilar qaranglar, bu yerda mahsulotni o'rnatishdan oldin pulini gapiring. Xo'p, puli Birinchi pulida qizlar narsa. pulini endi haqli birdagilarimiz bor. 4 millionligi bor, 8 million, 11 million, 15 million 750 ming so'm xuddi shu apparat. Mana shu apparat 15 million 750 ming so'mga o'rnaydi. ha. Bular asrochka variantda, oldin naqdga. Rastrojkasi necha oy? Asrochkasi 2 oydan 20 oygacha muddatga bo'ladi. Boshiga 20 oyimiz 4 oydan 2 yil bo'ladi. 4 oy ekan 2 yil bo'lyapti. 4 oydan 2 yil bo'lyapti. Xo'p, 15 million bo'lsa, oyiga necha puldan tushyapti 20 oyimiz? 20 oyga hisoblab beraman. Texnikamiz o'rnatish uchun 1 million 750 ming so'm perminachanni to'lov qilinadi. Oldindan to'lov. Oldindan to'lov bo'ladi. Hech qanaqa bankga bor bo'lmaydi. 1 million 750 ming so'm bizga 1 million 750 ming so'm to'lov qilasiz, texnikamiz o'rnatib ketamiz. 20 oyga hisoblaydigan bo'lsak, 700 ming so'mdan to'g'ri keladi. 700 ming so'mdan to'lov qilasiz oyiga. Bu 23 ming so'mdan bir kundan tashlab yursiz ham shuning uchun atab 700 ming so'm to'lov qoladi. Bir oyda. Masalan, odam sog'lig'i uchun bir kunda 23 ming so'm tashlab tura olmaydimi? Tashlab tura oladi. Endi suvingizni siz ichayotgan iste'mol qilayotgan suvingiz sifatini xuddi shu suvni olib filtrlab, olti bosqichdan o'tkazib berilgan suvingiz filtrlangan suvning sifatini keyin haligi artizandan olib kelib ichaman deyapsiz-ku 400 metr. Xuddi o'sha suvingizni ham sifatini o'lchab beramiz. Obunachilar qaranglar, mana bu o'sha o'zimizda mahalliy qishloqda 350 metr, 400 metr, ba'zi bir joyda 600 metrdan chiqadi. Ana shu suvdan olib keldim. Buni qo'ydim. Bu suv bolani apparatdan filtrdan chiqqan suv. Mana o'sha kachalkada mana tushyapti, oqizib qo'ydim. Istaganimiz to'g'risi bitta yo'q edi. Ashunda oqyapti o'sha kachat suvi. Xuddi shu mana kachat suvini olti bosqich tozalangan filtr suvimiz 400 metrdan chiqayotgan kachat suvimiz mana o'zingiz ichayotgan har kuni choy qaynatib, ovqat qilib, iste'molga yaroqli ushlab Xullas ishlatadigan suv. ro'zg'ordagi suv. Juda toza suv. Ko'rmagunizcha toza edi. Qarab turing, men sizga ko'rsatib beraman. Benzinda ham oktanini o'lchaydigan texnika bor. 80, 85 masalan. 90, 92, 95, 100. Xo'p, suvimiz ham sortga bo'lingan nimasi bor. Jahon standartida qarang. 0 dan 10 gacha bo'lsa, disvada hisoblanadi. Mana bu mo'rtoviy suv deyshadi-yu, akkumulyatorlar qo'yiladi. Xuddi o'sha suv 0 dan 10 gacha bo'ladi. Bunda molekula bo'lmaydi, hech qanaqangi tabiiy nimalar bo'lmaydi, elementlar. Endi qarang, suvimiz o'sha 10 dan 50 gacha chiqadigan bo'lsa, 500 sort hisoblanadi. Ichishga eng oliy suv. 50 dan 80 gacha bo'lsa, birinchi sort. 80 dan 120 gacha ichishga tavsiya qilinmaydi insonlar uchun. Chet elda hattoki mashinasidan yurmaydi, bilesga o'chib ketadi 100 dan baland suvda. Endi bizda hozir qanaqa suvni yeyotganimizni, hattoki qanaqa sifatdagi suvni ichayotganimizni ham bilmaymiz. Sifrlar eslab qoldingiz? 0 dan 10 gacha disvada, 10 dan 50 gacha vishi, 50 dan 80 gacha birinchi sort. Bundan yog'ini tavsiya qilinmaydi. 120 dan tepasi texnik mexanik suv, cho'milgani, yuvingani, mashina yuvgani, xuddi o'sha ishlatiladigan suv jahon standarti bo'yicha. Qaysi bir suvni o'lchab beradi? Uchta suvimiz bor. Birinchi o'zingiz filtrdan chiqargan suv. Filtrdan chiqqan suv. Mana ppm ni o'lchayapti, 0 turibdi. Ko'rinyapti? ppm ni o'lchayapti, 0 turibdi. Qarang, filtrdan chiqayotgan suvimiz. Qarayapti. 47 chiqyapti, filtrdan chiqqan suv. Haligi vishi sortga kiryaptimi? Vishi sortga kiryapti hozir. Endi xuddi mana shu suvni kachatingizdan olib, olti bosqich tozalab bergan suv. Tozalamasdan oldingi suvingiz, mana hozir men sizga kler tugmasi hamma biladi. Kler bitta bosadigan bo'lsa 0 bo'ladi. Yana hali ham ppm ni o'lchayapti, boshqa hozir chiqib qo'ygani yo'q. Endi qarang. Kachatingizdan chiqayotgan suv. Mana. Shu kachatingizdan chiqayotgan suvni 1063 olib qoldi, boshqa o'lchang. Mana hali ham o'sha 1063. 1063 suvni ko'ryapsiz, 47 qilib berdi filtr texnikamiz. Qanchalik tozalatib yubordi bu nimani? Qanchalik toza qilib yubordi? Demak, bu suvni ichib bo'lmaydi. Bu suvni umuman ichib bo'lmaydi, hattoki qo'lingizdan yuvib bo'lmaydi bunda. Bunda mashinangizni yuvib yuraverasiz. Choramollarga bersa qanaqa bo'ladi? Endi qorni og'rib qolsa kerak bo'ladi ham. Biz choramollarga shundan beramiz. Endi qarang, siz
iste'mol yaroqliydi bu. Artizandan olib kelaman. Artizandan, ha. Xuddi o'sha olib kelayotgan suvingizni sifatini o'lchab beraman. Endi qarang, bu 47 chiqyapti, bu 1063 chiqdi. Necha chiqadi deb o'ylaysiz aka bu suvimiz? 100 chiqadi. 100 chiqib qolsa kerak. Balkim 70 chiqar. Balki 70 chiqar. Ha, hozir ko'ramiz. Ha. Popem o'lchadi, hali ham no'g'ri. Kelerdi, bosib olganman mana. Qarang, bu o'sha drenajdan chiqadigan nima suvlarimiz. Ichki aroqli bo'lgan suvingiz sizni. Bunga nima deysiz? Bu ham ichi bo'lmaydimi? Men sizga 80 dan 120 gacha ham tavsiya qilinmaydi dedim. 120 dan yog'i endi texnik, mexanik suv solinadi. Cho'milishga, yuvinishga, chaynishga, mashina yuvgani o'sha solomonlarga foydali suv solinadi. Bizga emas. Ha, mana shu suvni solomonlarga bersa bo'ladi. Buni berib bo'lmaydi. Buni ham berib bo'lmaydi kerak bo'lsa. Endi qarang, yana bitta eksperimentim bor. Endi siz o'zingiz suvlaringizni ichsa o'larkan bo'lmasa ham. Yo'q, bo'lmaydi. Foydalangan foydasiz ekan. Yo'q, foydasi bu nimagaki shuncha mana hozir 1063 dan mana 43 chiqyapti. Mana suvni ichsa bo'ladigan bo'lsa, buni shuncha zaharli moddasi bor ekanda demak. Siz aytmoqchi Shu masala hojatxona deysizmi, bir narsa deysizmi, hammasini to'plab bari virus kelyapti suvda. 1000 ta mikrobni chiqarib olyapti-da, 47 ta minerallarni o'zi ushlab qolyapti. Ushlab qolyapti. Buning ichida 47 chiqayotgan narsa mikrob yoki tashni ishlayman. Minerallar bo'ladi. Tabiiy suvimizdan, yerdan chiqayotgan minerallar bo'ladi. Kaliy, kalsiy, magniy yo'q. Buni hammasi ichida, suv ichida 47 ta hammasi kaliy, natriy, magniy yo'q. O'shalar qolgan elagimizdan o'tganda viruslarimiz grazniyodadan bitta alohida turbamizdan chiqib ketyapti. Ha, bu chiqib ketadi. Bu grazniyodagi mana 1000 ta mikroblarimiz chiqib ketyapti-da, elakdan o'tgan mana bu minerallarimiz o'tyapti bizga. Endi aka yana bitta nimamiz bor, eksperimentim bor. Mana suvga 3 ta barmog'ingizni tiqib, suvni mikrobga bersangiz. Hop, mana. Yuving qo'lingizni bunday qilib. Ishqalab yuving, suvni kirlantirib bering. Suvdan bilamiz, qo'limizni tiqsak, mikroblarni ola olmaymiz-da, mikrob bera olamiz. Ha, mana. Bo'lmaydi. Endi qarang, siz bitta qo'lingizni yuvgan suvingiz, 47 chiqqan filtrimizdan o'tgan suvimiz mana kelib qilyapman. Endi qarang. 47 chiqqan suvimiz siz 3 ta barmog'ingizni yuvganingizdan keyin necha bo'lib qoladi? 61 bo'lyapti. Necha qo'shildi aka qo'lingizdan mikrob 60 ta? 13 qo'shilyaptimi? 13 qo'shilyapti. Endi aka siz toza deb o'ylayotgan suvingiz 400 necha chiqdi? 450 chiqdi. Xuddi mana shu suvingizga yetib olish uchun bu filtrdan chiqqan suvga necha kishi qo'lini yuvish kerak? To'g'ri. Necha kishi qo'lini yuvganda siz suvingiz sifati yetib qoladi. Hali ham bu ichsa bo'ladigan suvda turibdi. Hozir mana eng kichkina farzandingiz tashqaridan kirib kelyapti-da, men tushuntiraman, kenaya 60 gacha bo'lgan suvni ichish kerak, undan baland ichib bo'lmaydi desam, siz bilan men ko'rib turibmiz, o'zimiz ichmaymiz. Kenaya bilmaydilar. Mana shu suvni ikkalasini o'lchab beraman. Bu filtrdan chiqqan 60, lekin qo'lingizni kiri bor bunda. Makruh hisoblanadi deyman. Buni 60 ko'rsatyapti-da, bu 450 ko'rsatyapti. Qaysi bir nechalik? Siz endi ko'rmagan ichyapti. Buni siz bilan biz ko'rmayapmiz, lekin ichyapmiz. Butun aholi shundan ichadi. Butun aholi shundan ichyapti. Shundan ichadi. Ko'rmasdan, bilmasdan turadi. To'g'ri. To'g'rimi aka? Endi qarang. Xo'p, mana shunga ham boradi. Sana hozir bitta tiqinchi, bitta ko'rayotlar, bunga ham bitta qo'l tiqib ko'ramiz. Clear bo'lyapti. Ha. Necha edi? Bundan siz olib qo'yasiz mikrobni, ko'pligini qarang mikrobini. 451 chiqdi. 451 chiqyapti. Qani endi men bunda qo'limni yuvib, qo'limni tiqib, suvimiz to'kildi, hozir oz chiqarmasmidi? Endi qarang. 457. To'kilib ketganning hisobiga haligi suvimiz kam ham chiqaryapti, bir xil chiqardi hozir. Nabarot siz olib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Mikrobni olib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Endi bu mayli, bu suvni ko'p ichyapsiz. Endi bu suvga yetib olgungacha necha kishi qo'yayotganda bitta yosh bolani cho'miltirib yuborsangiz, xuddi mana shu suvga, mana bu suvga yetib oladi. Endi sizga o'pol qilayotganda kimdir qo'lini yuvgan yoki kimdir cho'milgan suvda iste'mol qilyapsiz deb aytalaman men sizga. Xuddi shunaqa narsa. Keyin yana bitta eksperimentim bor.
Suvda to'sh tashlab baliq tutib insonga ko'rgansiz? Ko'lga to'sh tashlab. Nima bo'ladi? Qanday reaksiya hosil bo'ladi? Baliq shu holatga tushadi. Tepaga chiqib qoladi. Chunki suv ichidagi tirik organizm hisoblanadi. Endi qarang aka. Anda elektroliz bor. Atoddan katodga tok beradi. Temirlarni ushlab ko'rsangiz ham masalan suvimizga hech nima qo'shadigan narsa yo'q. Bittasi minus bo'lyapti, bittasi plyus bo'lyapti. Ko'ryapsiz? Hech nima qo'shmaydi suvimizga. Endi men o'sha suvlarimizni bitta to'kib yuboraman-da, boshqadan suv olib, men suv ichaman chunki bunda ham kiri bor-da. Qorayib ketib qolishi mumkin. Xo'p, buni o'lchab bering, men suvingizni o'lchab beraman. To'g'ri, siz ichayotgan suvingizni o'lchab bering. Ichayotgan suvni o'lchab solishtirib beraylik-da. Hozir kuzatayotgan, ko'rayotgan nechta buni? Shunaqa. Ko'ryapsizmi? Suvni ochdim, davendachiklari ishladida, yana texnikamiz ishlash boshladi. Yana ishlash boshladi. Mana suvni o'rnini yana qoplab oladi hozir. Narigidan tortib oladi. Narigidan tortib oladi. Endi bu tomonga O'sha qo'yadi. Ashitcha qo'yadi. to'kimiz bormi bu tomonda? Mana bu yerda bor to'k. Bu tomonga qo'yiladigan bo'lsam, qanday desa o'chirib tursangiz. Mana bitta olamiz.